Bismillah. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarimiz. Biz yana Andijon viloyati Jahon bozoriga Sarkarbek akamizning oshxona mebellarini obzor qilgani yetib keldik. Assalomu alaykum Sarkarbek aka, charchamaysiz? Salomatligingiz yaxshimi aka, charchamaysiz? Rahmat. Alhamdulillah o'zingiz ham. Xo'p, yurtdoshlar, mana juda havolarimiz issiq, ustakalarimiz issiqda qaynoq yangi mebellarda inshaalloh yurtdoshlarimizga taqdim qilmoqda hamda juda chiroyli, sifatli, ham men o'zim 100% garantiya bera olaman akamning ishlariga. Xudo xolisa behijolat Yuksalish uz kanalidan chiqdim deydigan bo'lsanglar, albatta zo'r bonuslari ham bo'ladi. Sizlar xotirjam joylashib videoni ko'ringlar. Avvalo malol kelmasa bitta laykni bosib men videoni boshlayman akam bilan. Xudo xolisa aka, bularimizni mana bu mebelimizdan boshlaylik. Birinchi jentradan chiqaylik. Legenda. Bu ishimiz legendada. Legenda ishimizni 1 metri materiali. Buni haqida bitta aytsangiz aka, shu holatda buni materiallari va sifatini bir qator nech puldan va qayerlargacha dastavkalari borini bir qator aytib bersangiz aka, shu holatda do'stlarimizga taqdim etamiz aka. Buni ishimiz 3,5 metr. Uzunligi 3,5 metr. 3,5 metr, bo'yi 2,35. Bo'yni balandligi 2,35 do'stlar. Balandligi 2,35. Materiali Kashtan Inox degan Firma. Turk firmaniki Kashtan akril bo'lgan, ha? Xo'p. Sarkarbek aka, buni 1 metrini nech puldan tayyorlayapsizlar? 1 metrini 2,2 million tayyorlab beramiz. O do'stlar, juda ham go'zal holatda 1 metrini shuni 2,2 so'mdan. Ha, gaz, vitichkadan tashqari. Bu ichida nimalari bor? 2,2 so'm ichida. Mo'ykasi bo'ladi. Simsitili bo'ladi. Mo'yka, simsitil ichida. Andijon viloyati ichi bo'yicha dastavkalar bekarga. Andijon viloyati ichi bo'yicha dastavkalari bekar. Yuksalish uz kanalidan chiqdim desa, nima bonus qilib berasiz aka? Malades, mashalloh do'stlar, Yuksalish uz kanalidan chiqdim desanglar, bitta vitichka bonuslari ham bor. Tezda do'stlarga taqdim. Xo'p, bu granitmi? Granit. Ha, bu ham ichida. 2,2 mingning ichida. Mashalloh, gap bo'lishi mumkin. Barniz so'kalari-chi? Barniz so'kasiga agarda kerak bo'lsa, mana nimasi 400 ming atrofida bo'ladi, qo'shib beradi. Qo'shib beradi. Buni o'zining summasi, pul qo'shmaysizlar, o'zingizlar chiqqan summaga qo'yib berasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bunisi endi mana haqiqatda high-tech, juda chiroyli, meni o'zimga ham yoqdi do'stlar. Juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Ko'ringlar, mana sizlar ham maza qilasizlar xudo xolasa. Xo'p, bunimiz uzunligi, bo'yni balandligi. Buni uzunligi 3 metr, bo'yi balandligi 2,60. Eniga 3 metr do'stlar, bo'yni balandligi 2,60. Mayli gaz balon qo'ysa ham bo'laveradi. Bemalol gaz balon. Gaz balon ham tushaveradi. Xo'p, buni tepasini ham ochingchi. Bular polka, hali katta modkaslarni men ishlari ketadi. Go'zal do'stlar, haqiqat ichini chuqurligini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Albatta bitta moshini qarang yopilishini. Mashalloh. Rossiyskiy laminat. Xo'p, bunimiz 1 metrini nech puldan tayyorlab beryapmiz? 2,5 mingdan tayyorlab beramiz, mo'ykalar ichida. Mo'ykasi ichida. Xo'p, orqadagi kafellari ichida. Kafelar ichida. 1 metrini 2 million 2,5 ming so'mdan do'stlar, Andijon viloyati ichi bo'yicha dastavkalari ham ichida, hamda Yuksalish uz kanalidan oldim desanglar, bitta vitichka bonusi ham bor do'stlar. Unutmanglar. Yuksalish uz kanalidanman desangiz, albatta bitta bonusi bor. Juda zo'r video bo'ldi. Xudo xolisa tezda yaqinlarga jo'natamiz. Oshxona mebel qildiraman degan do'stlaringizga jo'natinglar. Akamizning nomeri ekran tagida qoladi. Bemalol chiqsanglar 24 soat ishlaydigan telefon raqamini qo'yib qo'yaman. 24 tikkasi ishlaydigan telefon raqamingiz aka? 91lik 91lik 494 494 22 25 do'stlar. Yana ekran tagida ham qoldiraman. Xudo xohlasa mana chotki haqiqatdan go'zal. Sizlarga eng glamnisini aytaman, mana men o'zim ahlim aytadi, o'zim ham ustaman do'stlar. Istalishingizsa rossiyskiy, istalishingizsa gazda qaynagan narsani qo'ysangiz ham hech balo bo'lmaydi. Taxtakach qilib ishlatsangiz ham hech balo bo'lmaydi. Eng glamnisi men o'zim ustaligim sifatiga bu akam bemalol taklif qilaman. Aloqaga chiqib zakaz bersanglar, xudo xohlasa arziydi.
Do'stlar, men videoni xudo xohlasa tugatdim. Inshaalloh keyingi videolarimizni ko'rishguncha sog' salomat oilamizga xotirjamchilikni tilab qolaman. Aka, sog' bo'ling.